Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlarim, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi bir Fayzli xonadonga bir zamonaviy, chiroyli navisimizni olib kelib ustanovka qilib berdik. Bu navisimizni Farg'ona viloyati Quva tumaniga olib kelib ustanovka qildik. Eniga 9 metr, uzunasiga 26 metr razmerga o'rnagan bu navisimiz 1 kvadrat metrning 420 ming so'mdan ofis summasi 100 million so'mga olib kelib ustanovka qildik. Bu navisimizni xudo xohlasa videomizni oxirigacha ko'rsalaring, bir qator navisimiz haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bu navisimiz shumkali 3 qavatli variantda bo'ldi. Birinchi qavati 0.4 qalinlikdagi listda, ikkinchi qavati falga bosilgan, 0.5 qalinlikda falga bosilgan, uchinchi qavatiga mana rangli, chiroyli DVP fanerimizdan qo'yilgan. Mana juda chiroyli, juda ideal holatda o'rnadi bu navisimiz. Bu navisimizni ustanovka qilganimizga bir hafta 10 kun bo'ldi. O'rnatgan kunimiz ichcha kech bo'lib qolganiga videoga ola olmagandik. Mana bugun vaqtimiz bo'lib, qo'shnisi chaqirib qolganiga kelib mana Burula video qilib, chiroyli qilib sizlarga ko'rsataylik degan holatda chiroyli qilib videoga olyapmiz. Mana hurmatli aka-ukalar, kimga shunday navislar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Hurmatli aka-ukalar, bu navisimiz 1 kvadrat metr 420 ming so'mdan ustanovka qilindi. Kimgadir arzonroq variant kerak bo'ladigan bo'lsa, 280 ming so'mdan shu 400 ming so'mgacha chiroyli qilib, har xil fasonda, har xil variantda chiroyli qilib ustanovka qilib berilaveradi. Bu navisimiz materiallariga keladigan bo'lsak, mana navisimizni stoykalari 8 ga 4, 1.7 stenada, ichidagi lazer listlari 1.7 listda bo'ldi. 1.7 lik list. Tepadagi firmalari 4 ga 4, 1.5 lik stenada bo'ldi. Mana juda baquvvat, juda chiroyli holatda o'rnadi. Hurmatli aka-ukalar, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Xudo xohlasa, doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.